Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Mana bugun 16 talik komplektimiz tayyor bo'ldi. Buxorolik opamizga tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. 8 metrli xonasi bo'lsa, shu komplektimizdan 16 talikni qo'ysa bo'ladi. Stolimiz 4,5 metr, stullarimiz 16 ta. ABS plastikdan ishlangan Sheyx modelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Stolimizda 2 ta oynali akvarium. Tagida 3 ta zimali noshkamiz bor. Gullari ham to'nga aylangan. Stolni qirg'oqlari. Stolimizga keladigan bo'lsak, mana sidinasi bilan spinkasiga materiallari kombinatsiya qilib qo'yilgan. Turetskiy materiallar. Mana machalkasini ko'rishingiz mumkin. 12 sm machalka qo'yilgan. Spinkasiga bo'lsa 5 sm machalka qo'yilgan. Gullarni ham ko'rishingiz mumkin. Oldi tomonida ham, orqa tomonda ham bir xil guli bor. Stullarimiz. Stolimiz MDFdan, stulimiz bo'lsa poliuretan materialdan tayyorlangan, quyma, issiqqa, sovuqqa chidamlik, ancha-munchaga sinmaydigan stul. Xizmat qilishi ham yog'ochga nisbatan ancha ko'p xizmat qiladi, chunki bu qurt yemaydi, chirimaydi, boshqa bo'lmaydi. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dastavka bor. Kelishilgan holda. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga ham kargo orqali o'tkazib beramiz. Stolimizning razmeri 4,5 metr. 225 dan 2 bo'lak bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 16 kishilik komplekt 4,5 metrli stol bilan 20 million so'm chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.